Hozirgi kunda ham haligacha arab tilidan dars beraman. Arab tilida bemalol o'qiyman, kitoblarni eshitsam tushunaman arablarni. Garchi hozir unaqa muloqotim yo'q arablar bilan. U vaqt ichida arab tilidan tashqari boshqa arab davlatlariga borishdan tashqari boshqa orzularim ham tug'ilisha boshladi. Ularning orasida turk tili bor edi. Turkiyaga boraman, Turkiyada yashayman. Istanbul bolaligimdan o'qib o'rganib hayotiga, muhitiga juda ham qattiq qiziqqan shaharlarimdan bittasi edi va ichimdan qattiq xohishim bor edi. U ham bolaligimdan bo'lgan. Istanbulda yashayman. Istanbulda ko'p yillab yashayman degan orzuyim bo'lgan edi. Va o'sha Misrga ketayotganimizda birinchi marta Istanbul orqali ketdik va Istanbulni o'shanda ko'rdim. Va o'shanda oshiq bo'lib qoldim. Haqiqatan ham o'sha kitoblarda, jurnallarda o'qiganim, eshitganim, rasmlarini ko'rganim shahar juda ham chiroyli joy edi. Haqiqatan ham o'shanda aytdimki, menimcha men bu yerda yashayman, shunaqa ko'nglimga yaqin. O'sha yillardan boshlab o'sha xohlardim-da Istanbulga kelishni va orzuyim ham amalga oshdi. Turmushga chiqib, Istanbulga kelib, mana 10 yildan oshyapti Istanbulda yashayman. Va haligacha o'sha bolaligimdan orzu qilib kelgan, ishongan narsalarim hammasi bo'lganiga men haligacha ishonamanki, bundan keyin ham so'ragan, o'ylagan narsalarimiz amalga oshadi. Faqatgina qo'rquv bo'lish kerak emas ekan va inson o'ziga ruxsat berish kerak ekan. Va bu narsa hech qachon o'zidan o'zi ichingizdan kelayotgan bo'lmas ekan. Siz erishsangiz bo'ladigan narsalar sizning qo'lingizga tushar ekan baribir. Va unga siz nima qilishingiz kerak? Ishonishingiz va harakat qilishingiz kerak. Umidingizni so'ndirmasligingiz kerak ekan. Shaxsan menda shunaqa bo'ldi. Arab tilini o'rganaman dedim, o'rgandim oxirigacha. Arab davlatlariga boraman dedim, bordim. Turk tilini o'rganaman dedim, rasmiy ravishda o'rgandim. Masalan, men uni markazlarda yoki o'zim ham o'rganishim mumkin. Aynan rasmiy ravishda dokumentalni o'rgandik. Bu bizga nasib qildi. Institutda o'zida bu til berildi bizga. Turk tilini o'rgandim, Turkiyaga boraman dedim. Ko'p marta boraman Turkiyaga degan narsa bor edi. Men ko'p turganimda necha yildan beri har yili O'zbekiston, Turkiya orasida har doim safardaman. Har doim ilm olish juda katta narsa bo'lib tuyulgan menga. Til o'rganish qiyin va bir katta narsa bo'lib tuyulganda. Til o'rganish, chet elga chiqish, sayohat qilish, chet el yurish har doim bir katta narsa bo'lgan. Bu ashyoviy narsalarni olishdan ko'ra. Masalan, hammaning qanaqadir orzusi bor-ku, kiyinish, mashina olish, uy olish. Unaqa narsalardan ko'ra ko'proq ilm o'rganish, ilm olish, sayohatga chiqish, til o'rganish degan narsa meni har doim o'ziga tortgan va meni quvontiradigan va insonlarga bemalol maqtanib, men shularni qildim, shularni qo'lga kiritdim, shu yerga bordim deb ayta olishlik bu juda katta narsa deb bilardim. Buni kimlardir uyi mashinasi bilan maqtanadi-ku, to'y qilgani, zo'r to'y qilgani bilan. Menda shunaqa narsa bo'lmagan. Ilm uchun bo'lgan hamma narsam. Chunki sayohat qilish orqali ham siz ilmingiz, ongingiz o'sadi. Sayohat qilish ham juda katta narsa. Lekin til bilmasdan turib odamda qo'rquv bo'ladi. Menda shaxsan o'sha til o'rganishga qiziqish shundan bo'lgan. Sayohat qilaman, lekin tilini o'rganaman oldin. Tilini bilmasdan turib bormayman, chunki borib o'tda til masalasida qiynalib qolishdan qo'rqaman degan narsa bor edi. Orzu qilishdan charchamasligimiz va orzuyimizni ketiga tushishimiz, o maqsadlarimiz uchun albatta intilishimiz, harakat qilishimiz kerak.